Xudoga shukr, nevara qizlarim juda ko'p. Biri-biridan aqlli, biri-biridan dono, o'qimishli. Qani bir o'zlarini ko'raylikchi. Jonim bilan. Salimaxon, Salimaxon. Labbay buvijon. Choy olib kel qizim. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Nechinchi sinfni bitirgan? Institutda o'qiydi, kontraktda. Qizimas naq gulg'uncha gulg'uncha choylarni damlashini aytmaysizmi? Ma'lumotini aytmaysanmi? Keyingisini chaqir. Bu nevaraginam yoqmadimi deymani? Boshqasini chaqir dedi-ku sizga boshqasini. Karimaxon. Karimaxon. Labbay buvijon. Choy olib kel qizim. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Bu navaram biram aqlli, biram donoki asli qo'yaverasiz. Hozir Ibrat farzandlaridan ingliz tilini o'rganyapti. Keyingi yil o'qishga kiraman deydi. Qizim, menga ozgina yoqib turibdi-da. Yana boshqasi bormi? Voy, yana bittasi bor-u, lekin ushlagan joyini uzadi. Shu o'qishga kirdi-yu, mahalla yoshlar yetakchisi bo'laman deb turib oldi. Shu yoshlar yetakchisi bo'lgandan beri hech tinmaydi. Bir qarasang sport zalda, bir qarasang kutubxonada, bir qarasang uyma-uy yuradi, bir qarasang majlisda. Anzira, shunday kelining bo'lsa-ya. Ha, chaqir bir ko'raylikchi, qani bu qizingni. Sinora. Sinora. Labbay buvijon. Choy olib kel. Choy. Namcha ko'p choy ichishadi bular. Shu nevarani o'zim kelin qilaman. Endi bizni mahallada yetakchi bo'ladi. Assalomu alaykum. Buvim aytgan yetakchi qizsizmi? Ha, manman. Buvingiz nega aynan meni tanladilar? Buvimni aytishicha, yetakchilarning kelajagi zo'r ekan. Buvingizga aytib qo'ying, o'zlariga boshqa kelin topsinlar. Men hali mahallam yoshlarini tashlab ketish niyatim yo'q. Ha, to'xtang. Og'ayni shu qizga uylanishing shartmi? Yangi yo'lda qizlar ko'p-ku. Yo'q do'stim, bo'lmaydi boshqa qizlar. Buvim faqat shu qizga uylanasan deganlar. Axir u yoshlar yetakchisi-ku.